Assalomu alaykum hammaga. Patsientkamizdagi visochni qilib bergandik. 1 yilcha bo'ldi. Choklarimizdan ko'rishingiz mumkin. Aytaman, bu maksimal chok. Juda ham chiroyli bitgan. Ko'zlari nosogubkalar nisbatan tortilgan. Hozir endi mana o'shanda ham aytiluvdi, krugovoy bo'lsa yaxshi deb, yoki o'zlari visochni xohlaganlar. Endi bu yerdan brilkalardan tortib beramiz. Juda ham chiroyli. Bu tomoningiz mana choklarimiz. Qanaqa kengayishi. Past qismlarini tortib beramiz. Past qismlarda yopuvchi terilarni olib berdik.